G'olib bu. Qalaysiz? Yana nima bepul maslahat bermoqchisiz? Buni qara buni. Podoroshnik deyiladi mana. Balshoy podoroshnik deyiladi. Foydasi nima buni? Bu oshqozondagi yaralarga foyda juda katta. Aha. Bu agar maydalab, quritib maydalab ichilsa, oshqozondagi yara hammasini yo'qotadi. Buni agar sokini chiqarib ichsa, gemoroyni ham davolaydi, gemoroyni ham. Gap yurdi. Juda foydasi katta bu narsaning. Bepul maslahat, ha? Hammani uyiga bordi, hozir hammani agorotiga bor. Buni qarang. Buni mana shunday chin terib, ilojini mana shunday olib o'zini iloji bo'lsa agar chaynab yesa, mana shuni chaynab yesa. Chaynab yesa, oshqozondagi nima yara bo'lsa hammasini yo'qotadi bu. Gap yo'q g'olib bo'lsa lekin. Bu achchiq narsa emas, bu odamga yoqadi hammaga. Buni yeyish kerak bu narsa. Foydasi ham xudo xolasa zo'r. Juda foydasi katta bu narsalarning. Faqat bilish kerak bu narsalarni. Gap yo'q g'olib bu lekin sizga. Odamga juda yoqadi bu. Bepul maslahat. Bepul maslahat xalqqa. Gap yo'q. Bizlardan nima ketdi, yordam bo'lsin, xalqqa yordam bo'lsin. Mana shu terib, iloji bo'lsa soya joyga quritib, maydalab 200 gram suvga qo'shib bir qo'shig'ini ertalab ertalab ichsa, gemoroyni davolaydi bu. Gap yo'q. Ke ichki